Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda taqalam menga Kochkarov Yakov Niyozbayevich, YTT. Bo'yicha telefon qilyotgandim. Xo'sh. To'g'ri tushdimmi? Kim o'zi bu? Mikrokredit bankdan telefon qilyapmiz. Kredit olgan ekansiz, kreditingiz summasi yig'ilib ketgan anchagina bo'lib. Qancha bo'pti? Hop. Tak, to'g'ri olgansiz, mart, aprel. Aprelda olgansiz, to'g'rimi? Aha. Olganingizdan beri to'lamagansiz. O'shanda hozir 2.200.000, shu yoqda 313.000, 3 million, 2.600.000 atrofida to'lab ketishingiz kerak. Qayerga borishim kerak shunda? Mikrokredit bankdan olgansiz kreditni. Men yaqinda aniq bo'ldi, xotiram sal susayganda o'shanda davolandim. Mikrokredit bank, ammo Raygas ko'chasidagi bankimizni bilasizmi? Kelesi filialimizni. Raygas ko'chasidagi. Raygasdan pastroqqa tushganda 200 metrcha bankimiz bor, mikrokredit bank, kelesi filiali. Parkentdami? Kelesda. Ha, Kelesdan oldim. Yana kecha ham birov telefon qilibdi, kreditingiz to'lab keting deb. Shu ozgina anaqamni xotin bilan urushib qolganimda stol taxta bilan boshim gurdi-da. O'shanga ozgina xotira ketib qolgan. O'zingiz qayerda turasiz? Men o'zi to'g'risi qayerda turishim ham hozir esimda yo'q. Men og'ir jarohat olib Bansada yotibman-da. Qaysi Bansada yotibsiz? Hozir qaysi Bans? Zhikovskiyda ekanman. Hozir endi sizni nomingizdan kim bo'lib keta oladi? Kreditingiz bankdan yig'ilib qolgan, bizga gap eshitamiz, bizni ogohlantirishga chiqaryapti xatlar. Agar to'lanmasa siz ko'rishingizlar bo'lish. Nima? Kim edingiz siz? Men sizlar qabulxonada o'tiraman, shunda ikkinchi etajga chiqqaningizda. Meni familiyam nima edi, o'qib oling. Kochkarov Yakov Niyozbayevich. Men Yakov Niyozbayevichman. Ano shunda hozir nimaga telefon qilyapsiz menga? Kredit olganmisiz? Mikrokredit bankdan deb men hozir YTTmisiz? Yakka tartibdagi tadbirkor. Shunda men xotinim meni boshim gurgan ekanda, anaqa bilan. Nima so'z taxta bilanmi? Shunaqa deyishyapti ko'rgan kelganlar. Shunda nima qilish kerak ekan? Menga uydagilarning telefon nomerini bering, agar iloji bo'lsa, men uydagilaringiz bilan gaplashay. Uydagilarim telefoni. Men hozir eslolmayman-da hech narsani. Keyin Bansadan chiqqanimizdan keyin gaplashardik-da. Mayli, xo'p. Men telefon qilib, qancha telefon qiling? 1-2 haftada qilsam bo'ladimi? Siz o'zingiz menga hozir nimaga telefon qiluvdingiz? Kredit olgansiz, mikrokredit bankdan kredit olgansiz. Aha. Hozir doktorlarga telefoningizni berib tura olasizmi? Ichidan qarab berishadi, onangizlarni, adizlarni, akangiz, opangiz bo'lishi mumkin. Telefonni rabdanli bo'ladi-ku, telefon nomerlar. Ha. Men ular bilan gaplasha qolay, qarab berishsin menga iloji bo'lsa agar. Menga kredit bo'yicha telefon qilyapsiz, a? Shunda. Xo'sh. Doktor kelsa hozir. Doktorga berishim kerakmi telefonni? Ha. Oldingizda doktor bormi? Hozir keladi-da, anaqa qilgani ko'p. Bo'ldi, mana shu oxirgi telefon qilgan nomerga qilsinlar, yo'qmasam aytsangiz, qilib beradilar, xo'p?